Hozir bu lecheniya qilmasa homilador bo'lish qiyin bo'ladi. Полный davolash qiyin. Ko'p holatlarda nasl sur'ati polikistoz. Shunaqa oisida yo ammalarda yo xolalarda kimdadir bo'lishi mumkin. Hayzimiz kelsa, umida hayzim keldi deb mana назначениемni tashlang. Litroz masalasini ko'rib chiqamiz-da. Biyagizni hozir vaqtida qo'ysak, xudo xolasa menstruatsiya vaqtida keladi. Yana ko'ngil bo'shlik qilib yana emizib qo'ymang, dorilar ta'sir qiladi bolaga. Hozir biz shuncha kutdik, chandig'imiz yaxshi bitish uchun chandig'imizda ip bor-ku. Ipni so'rilishi qiyin bo'ladi, ligatura deyiladi buni. O'shanimizda tayyor bo'lmagani uchun, dorilar qila olmadik, chunki emizodi bilan. Bemalol emizib, emishdan chiqqandan keyin qilamiz harakatni deydi. Hozir mana matkамizda hozir yaxshi, ancha yaxshi bo'lib qoldi, faqat oldingi muammo gormonal o'zgarish hali ham bor. Gormonlarni to'g'irlab, tuxumdonlarni ozgina yaxshi qilib bersak, follikullar ham soni ko'p, sababi testosteroni bor. Baland, insulin ham baland, ya'ni polikistozi bor. Hozir bu lecheniya qilmasa homilador bo'lish qiyin bo'ladi. Ko'p dorilar emizish payti mumkin emasligi uchun emish chiqarishni kutdik-da. Mana endi 1 yoshga to'ldi. Emishdan hozir mana chiqdi, xudo xolasa. Endi xudo xolasa bu yoqni boshlaymiz harakatni. Полный davolash qiyin. Polikistozi sindromi bor, o'zi bor. Ko'p holatlarda nasl sur'ati polikistoz. Shunaqa oisida yo ammalarda yo xolalarda kimdadir bo'lishi mumkin-da. Bu yerda giperandrogeniya, testosteron yuqori bo'lishi ham nasldan naslga o'tishi mumkin bu.